Assalomu alaykum. Navbatdagi Samarqand fason darvozamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib o'zlaring bir baho berishlari mumkin. Samarqand fason darvozamiz hop, nalishkalar bilan chiroyli tarzda ishlangan. Musofirda yurgan akalarimiz bemalol WhatsAppdan aloqa chiqishlari mumkin. Dostavka, uстановka, razmer olish barcha xizmatlari ichida tez va sifatli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari 4 metr kuchi 60 bo'lgan nalishkasiz. Nalishkalar bilan qo'shadigan bo'lsak, ikki yoniga 40 dan tepaga 50 sm razmer qo'shiladi. Xudo xolisa musofirda yurgan akalarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. Tez va sifatli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Kimga bizning xizmatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Tag qismlariga esa shvedlar qo'yib berganmiz. Mashina kirib chiqqanda ezilmasligi uchun. O'ta bejirim bo'lgan Samarqand fason darvozamiz 2024-yilda ham trendda bo'lgan, 2025-yilda ham trendda bo'lishi kutilayotgan darvozamiz o'ta bejirim tarzda ishlangan. Xudo xolasa bizning xizmatlar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tez va sifatli qilib borib o'rnatib beramiz. Dostavka, uстановка barchasi ichida bo'ladi. Mehnatimizni qadrlagan holatda like, podpiska bosib ketishni unutmang. Video keng tarqalishi uchun, kanal rivoji uchun o'z hissangizni qo'shganingiz uchun rahmat. Bizga aloqaga chiqib Telegramdan yozsalaring, 200 dan ortiq darvozalarimiz bor. Narxlar va materiallarni kelishgan holda chiroyli qilib borib o'rnatib beramiz. Katalog so'zini yozib qoldirsangiz 200 ga yaqin darvozalarimizni tashlab beramiz. Bemalol yoqqanini tanlab buyurtma berishingiz mumkin.